Hammaga assalomu alaykum, hurmatli ommachilarimiz. Xudo xolasa, navbatda ko'rsatib o'tadigan avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Sizlar bilan bir xato ko'rib chiqamiz. 4 yumshoq bo'lumda qilingan. Kraskalarni adamga ustalar bilan ko'rib olasizlar. Metal gaz bo'lumlari bor. Kirchik, zang, sarapina hech vajh yo'q mashinamizda. Prostoy variant. Yurgan kilometri 125 ming tutdi. Mexanik korobka, chexol, linoleum hamma narsasi bor. 2014-yilda ishlab chiqarilgan 62 million so'm, bankka 8 million 500 ming so'm to'lasizlar. 3 yilda 2 million 900 ming so'm oylik to'lov. Gay notariuslardan 9 million so'm pullaringiz ketadi. Avtomobilimizda klapanlar ham ochilmagan. 1.2'lik motor. Kim qiziqarli bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni olib kelsanglar, qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.